Hey, Abdulhay, menga qara. Taklifim hali ham o'zini kuchida. Pillalaringga naqd 200 tangani beraman. Sizga aytdimki qarzlarim bor deb. Uni o'tagani 200 tanga yetmaydi. Abdulhay, shoshmagin. Voy bu. Buning boy-ku, uyi ham 2 qavat. Ha, nimasini aytasiz? Naqshlarni qaray. Baquvvatligini aytmaysanmi? Buning pullarini o'g'irlikdan topmaganmikin? Bu nima deganingiz? Bir qing'irligi bo'lmasa, bunaqa boylik orttirish qiyin. Sen bola hali ham o'ylab ko'r. Taklifim o'zini kuchida. Bunaqa odamlarchi rosa quv bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Kelinglar. Boy aka, tilla buyumlar olasiz deb eshitib keluvdik oldingizga. Xo'sh. Buni narxini qancha so'rayapsiz? 300 tanga boy aka. Yo'q. Buni narxi 300 tanga emas. Buni narxi insof qilish kerak-da. 400. Boy aka, men kamroq aytdim shekilli. To'xtang. Buni naqshi Bag'dodning naqshiga o'xshaydi. Agar shunday bo'lsa, 500 tanga beraman. Hazillashyapsizmi? Bozorga olib chiqdingizmi o'zi buni? Bozorga olib chiqishga ulgurmadim. To'g'ri oldingizga kelayotgandim. To'g'risini aytsam, bozorda buni narxi 600 tanga. Hozir olib chiqaman. Tushunmayapsanmi? Seni ahmoq qilyapti bu. Ichkariga olib kirib ketib, hozir almashtirib, buni soxta ekan deb olib chiqib bersa, kimga dodingni aytasan? Bola o'ylab ko'r, hali ham taklifim o'zini kuchida. Unchalik emas. Soddasan-da. Xo'sh, taqsirlar. Buni ichkariga kirganda bir qur qaradim. Asl narxi 600 tanga emas ekan. Ana. Bu biroz qadimiy tillalar ekan. Shuning uchun buning narxini 700 tanga qilib belgiladim. Rozi bo'ling. Uzr. Tushunmadim. Shunaqasi ham bo'ladimi? Tavba. Ha, bu halol savdo. Halol savdoda bo'ladi. Nima, kamaytdimmi? Kamlikka kamaytmadingiz-ku, lekin o'zingiz zararga kirib qolmayapsizmi? Ha, yo'q, Men buni Termizga kelasi hafta olib borsam, yaxshi narxga sotaman. Baraka bo'lsin. Qarang. Shunaqa yaxshi odamlar hali ham bor-a.